قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 13-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimiz sizlarga asosliq topshiriq dars. Mashqlarni butunlay o'zingizlar ishlaysizlar. Men buning tekstini va mashqidagi ma'lum bir bo'lak muhim mazmunlar bor, shuni sizlarga tushuntirib qo'yaman. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu thalitha ashar. 13-dars. Xo'sh, unda bo'lsa, bugungi darsimizda fi'l mudori bilan qo'shishimiz. Sizlar mushu darsni o'rganib bo'lguncha cho'qim fi'l madi, fi'l mudori'ni to'liq o'rganib bilishingiz kerak. Agar sizlar hozir qadar fi'l madi va fi'l mudori'ni o'rganmagan bo'lsangiz, ilgirki darslarimizga qaytib takrorlab qayta o'qishingiz kerak. Xo'sh, g'oib muzakkar, g'oib muannas, ya'ni 3-shaxsning erligi va ayollik bor. Muzakkari Hamid yadhabu, yadhabu erlik birligi. Hamid, Ali, Hashim yadhabun dedi. Hamid, Ali ve Hashim yadhabun barudu ula. Bu yadhabun erlik köplüki. Aminatu tezhab. Amine barudu. Tezhab gayib ayallık birliki. Amine ve Meryem ve Zeynep yadhabna. Amine, Meryem ve Zeynep barudu ula. Yadhabna 3. şahıs ayallık köplüki. Muhateb 2. şahıs muzekker erliki. Ente tezhab, siz barısız. Tezhab, 2. şahıs erlik birlik. Entum tezhabun, sila barısıla. Tezhabun, 2. şahıs erlik köplük. Muannes. Enti tezhabine, siz barısız. 2. şahıs oyallık birlik. Entunne tezhabne, sila barısıla. 2. şahıs oyallık köplük. Mutekellim, 1. şahıs muzekker. Ana ezhab, men barımen. Nahnu nezhab, biz baramiz. Bu muzakkar muannas o'rtaq ishlatiladi. Buningki muzakkar muannasi ayrim emas. Xo'sh, biz buni ilgirki darslarda so'zlab bo'lgan, shunga bu yerda tafsilga to'xtalmaymiz. Endi biz tamarin ko'nikmalar. Birinchisi akmilil jumalal atiya. Tuvandagi jumlalarni to'liqlang deydi. Nim bilan to'liqlaymiz? Bi wad'i fi'li zahaba fil mudari' ba'da isnadihi ila ad-damir al-munasib deydi. Zahaba fi'linki muzarisni munasib damir almashqa yulab bo'lgandan keyin deydi. Munasib damir yulab bo'lgandan keyin. Ya'ni xitob qilinguvchi ayollik bo'lsa ayollik shaklda, xitob qilinguvchi erli ko'plik bo'lsa ko'plik shaklda, xitob qilinguvchi yolg'iz mutakallim bo'lib qolsa mutakallim shaklini mas qildig'ini qo'yamiz. Sizlar yadhabunikini to'liq o'rganib bo'ldinglar. Men sizlarga yadhabuni o'lchab qilib berishimga sabab, chunki bu mashq hammalarda tekstlarning ko'p uchrag'achqa sizlarga shuni o'lcham qilib dastlab shuni tushuntirdim. Mushu sizlar o'rgangan 14 qo'limidan birisi cho'qim tushdi mushu o'shalarga. Xo'sh, unda bo'lsa, bu sizlarga topshiriq. Ikkinchisi akmilil jumalal atiya bi wad'i fi'lin mudari' munasib fil faragh. Boş o'ringa munasib fi'l mudari'ni qo'yish bilan tuvandagi jumlani to'liqlang deydi. Xo'sh, qaranglar. Boş o'rin al-lughat al-arabiyyah ya sayyidi deydi. Sayyidi degan efendim ne gap? Ey efendim, arab tilini bilamsiz, arab tilini bilamsiz deydi. Bu yer boş o'rin bo'lgan ekan, ey efendim arab tilini deganda, bu yerga cho'qim bilamsizni qo'yamiz. Ata'rif. Unda bo'lsa nima ekan? Ata'riful lughat al-arabiyyah ya sayyidi. İkincisi, nahnu boş o'rin kuratal qadam kullamasa. Biz har kuni kash futbol qana qilamiz? O'ynaymiz. Unda bo'lsa nahnu nal'abu. Xuddi nadhhabu deganga o'xshash. Xo'sh, buning qolganini sizlarga topshiriq. Uchinchisi sahihal jumalal atiya. Bu nihoyat muhim mashq. Tuvandagi jumlani to'g'rilang deydi. Xato. Demek ayollik erlik, erlik ayollik, köplükki birlik, birlikki köplük fiil ekip qo'yaqliq. Endi sizlar shuni tepib to'g'risini yozasizlar. Masalan, ya Meryem, ata'rifu raqma hatifil mudira? Ey Meryem, mudirning telefon nomerini bilamsiz deydi. Bu jumladagi xato, qani xato? Meryem ayollik ekan. Endi ta'rifu debdi. Ta'rifu erlik, birlik bu. Demek unda o'z qanday qilish kerak? Ya Meryem, ata'rifina raqma hatifil mudira bo'lish kerak. Ata'rifina ayollik birlik bo'lganlik uchun. Yadkhuluna tullaba al-fasla qabla dukhulil mudarris deydi. Kirdi o'quvchilar
kirdi o'quvchilar sinfqa o'qituvchining kirishidan ilgari deydi. Bu jumladagi xato neda? Yadkhuluna ko'plik keldi. Erlik ko'plik, at-tullab erlik ko'plik. To'g'rimi xato? Xato. Nima uchun? Biz fi'l modida bir qoidani tushuntirgan. Fa'il oshkor bo'lgan vaqtida fi'il birlik keladi deb. Bu qoida fi'l mudoriqimi o'xshash silinadi. Masalan, bu yerda bu fi'lning fa'ili at-tullab bo'ladi. Chunki fi'lning keyin kelgan ismi bo'ladi, fa'il bo'ladi. Fa'il oshkor kelgachga bu yerda yadkhulu deb birlik shaklda kelish kerak. Shunga deymiz yadkhulu tullabu deb. Agarda yadkhuluna tullabining keyinda kelgan bo'lsa, bu vaqtda at-tullabu yadkhuluna deb ko'plik shaklda keltiradi. Nima uchun? Bu vaqtda buning fa'ili oshkor emas. Chunki o'chada at-tullabga fa'il degan hukmni bermaymiz. Nimishqa? Fa'il degan cho'qim fi'lning keyinda keladi. Fi'lning keyinda kelgan vaqtda buni fa'il degili bo'ladi. Fa'il oshkora, mushuning o'xshash oshkor kelgan vaqtida gerçi fa'il ko'p bo'lsa-mu, buningga birlik shaklini kelamiz. Ayollar ko'p bo'lsa-mu, ayollik birlik shaklini kelamiz. O erlar ko'p bo'lsa-mu, erlik birlik shaklini kelamiz. Nimishqa? Chunki buni ko'plik ekansak, bu yerda ikki dona fa'il bo'lib qoladi. Nimishqa? Yadkhuluna desak, bu yerda vo nima aslan fa'il. Tullabun fa'il, ikki dona fa'il bo'lmaydi. Fa'il oshkor bo'lg'achqa bu vo qanda ortiq bu yerda. Shunga yadkhulul tullabu deymiz. Tuandagi bir grammatikalik mazmun bor. Shuni tushuntirgan vaqtimizda buni texim yaxshi tushunsizlar. Qolgan sizlarga topshiriq. Xo'sh, endi bu nihoyat muhim bir qoida mazmunlar. Qaranglar. Fi'lning har qanday fi'l nimasi bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Yadhabu desak, bu nim bo'ladi? Barudu degan ma'nodagi fi'l. Endi bu fi'lning fa'ili qani? Fi'lninki-chi fa'ili qani deganda fi'lning fa'ili tigida. Tigida barudu. Kim barudu? U barudu. U degan gap nima bo'ladi? Shu yushurun tigida deymiz. Shu yushurun u deganimiz zehnimizda biz bilganmiz u degan gap fa'ili bo'ladi. Masalan, yadhabuga hammasiga qaytadan bir buni tushunib chiqaylik biz bu so'zni. Yadhabuning ya qanday harf? Bu mudari harfi. Yani biz aslında zahabati bu. Mudariyat harfi bo'lgan yani ekilish orqali fi'l mudari qanday qildik? O'zgartirdik. Ya'ni yadhabuning oldidagi ya qanday ya harful mudari'a. Mudari'a harfi. Ya'ni fi'l mudari'ning nimasi harfi. Zahaba endi fi'l shundaqo, fa'ili shu zamir mustatir. Yushurun almash. Yushurun almash qaysi? O'shada huwa deb bir yushurun almash ba, shu fa'ili bo'ladi. Yadhabuna ya harfi mudari'a, yani mudari harfi. Ya endi zahaba fi'il, vo'cho vo fa'il bo'ladi. Bu aytdim men tushundirdim-ku, vo'ning bo'ladi, fa'il bo'ladi. Shunga fa'il kamiga vaqtida cho'qimi ko'p shaklda keladi. Ko'p talab qilingan vaqtida. Masalan, yadhabuna ya harfi mudari'a, zahaba fi'il, vo fa'il. Unda olsun nuncho deganda ismimiz bo'lsin. Fi'l mudari nima o'qiladi? Doim pesh o'qiladi. Pesh o'qiladigan bir fi'l. Yadhabu pesh o'qildimi? Unda o'zi fi'l mudari pesh o'qiladi degan bir qoida. Bu qoidaga asosan qani yadhabuna desak bu pesh o'qilmabdi desa, bu bir butun nun degan mushu harf bir butun holatda peshlikning belgisi. Peshlikning nimasi? Belgisi. Mushu nun qachoniki tushib ketsa, bu yerdan peshlik tushib ketdi deb o'ylasak bo'ladi. Nunning tug'anligi peshlikning alomati. Nunning tushib ketganligi nimaning alomati? Zivarlikning alomati. Fi'lda shunday qaraladi. Fi'l mudari pesh o'qiladi, nunning baliqi peshlikning alomati, nunning yo'qligi zivarlikning alomati deymiz. Ya'ni yazhabunani zivar o'qilishi to'g'ri kelib qolsa, masalan, zivar o'qilishni taqozo qilib qolsa, nun tashlanib ketadi. Demak, nunning baliqi peshlik alomati. Masalan, yadhabuna desak, mana vo fa'il nun alamatur raf'i, peshlikning alomati deydi. Tadhhabu o'xshash ta mudari harfi. Zahaba fi'il, fa'ilicho yushurun. Bu mudari degan pesh o'qildi degan qani peshning alomati desak, o'sha pesh o'qildi, o'sha peshning nimasi bo'ladi? Alomati bo'ladi. Mana oshkora peshning nimasi keldi? Alomat keldi deymiz. Peshning alomati oshkora, o'zi keldi. Yadhhabna. Endi buningda-chu desa, ya mudariat harfi. Mudariat harfi. Zahabacho fi'il, nuncho fa'ili. Nun fa'ili. Xo'sh,
Endi buningdagi peşkin alameti qanday deganda biz buni keyin bir munosabatlik grammatik so'zlarga vaqtda tushuntiramiz. Hozir tushundirsam kallanglar bunga ilishib ketishi mumkin. Shunga buning yadhabnaninki peşkin alametini hozir kallanglarda qap turun ha. Tezhabu ta mudariyat harfi zahaba fiil failicho damir mustatir. Yushurun almash. Hammasining tigidagi yushurun almashlar o'xshamaydi. Masalan, tezhabu desak, barisiz siz degan gap. Bunun faili qanday degan gap? Siz. Qani u siz degan gap, anta degan gap qanasi? Mush tigida anta da bir yushurun ba fail ba deymiz. Tezhabuna barisiz sizlar. Qani u sizlar degan gapni bildigan gap qayerdan chiqdi? Mush vodan chiqdi. Unda bo'lsa voning bo'ladi, fail bo'ladi. Ta mudariyat harfi vo fail nun peşlikning alameti. Nunning tug'anligi peşlikning bo'ldi, alamati bo'ldi. Am tezhabina. Tezhabinadagi ta mudariyat harfi bu barisi siz ayol shundaqo. Ta mudariyat harfi zahaba fiil yajo fail. Ma'noda fail nimikan? Ya. Nuncho peşlikning alameti. Şu nunning tug'anligi peşlikning alameti. Demak, fiil mudari pesh o'qiladi degan-go. Qani buningdagi peşlikning alameti desa, nunning mishadi tug'anligi peşlikning alameti deymiz. Tezhabna barisli sila ayollik ko'plik shakli. Ta mudariyat harfi zahaba fiil nun faili. Azhabu baraman. Kim baradu? Men baraman. Shu men degan gap nima bo'ladi? Faili bo'ladi. Ya'ni yushurun. Tegida ana degani faili bo'ladi. Ya'ni azhabu mudariyat harfi zahaba fiil failichu yushurun. Men degan gap. Nazhabu mudariyat harfi nun zahaba fiil faili yushurun taqdirisi nima? Nahnu. Damirun mustatir degan gap yushurun almash. Yushurun almash nima o yushurun almash desak nahnu deymiz ma'noda. Azhabu da yushurun almash nima o desak ana deymiz. Tezhabu da anta deymiz. Yezhabu da huwa deymiz. Mana shunga o'xshash. Xo'sh, unda bo'lsa yangi so'zliklar degan az bo'lg'achqi buni beshida o'qimadik. Sayyaratul ujra kira mashinasi, taksi kira mashinasi. Soffun sab akhirun oxirqi degan gap. Akhir degan gap oxirisi va oxirqi. Xo'sh, endi bizningki bugungi darsimizning eng muhim mazmuni mana shu. Sizlar chuqur fi'l mudori'ni tafsili tushunishinglar kerak. Men buni yana bir qatim takrorlab beray. Yazhabu baradu. Buning faili tigida huwa. Yazhabani baradu ikkisi. Buning faili qaysi? Alif. Alif. Endi biz fi'l mudori nima o'qiladi degan oxirisini pesh o'qiladi degan. Peshning alomati qanday deganda, shu nunning tug'anligi peshning nimasi alomati. Yazhabuna ya mudoriyat harfi. Zahaba fiil vo faili nun peshninki belgisi. Tezhabu baradu u ayal faili yushurun damir. Nima o? Hiya. Tezhabani baradu hikayal faili alif peşkinin alameti nun. Yezhebne barudu o ayallar. Bunun ya mudariyet harfi nun faili buludu. Tezhebu barisi siz faili yuşurun takdirisi. Bunun takdirini de takdir kılımız ente. Barisiz oğandakin peşkinin alameti şu aşkara tezhebu. Nima okuldu? Peş okuldu. Bunun da mesele yok. Tezhebani hoş. Barisiler silah ikkinla faili qani elif. Peşkinin alameti şu nun. Tezhabune barisli sile ta mudariyet harfi zahaba fiil vo faili nun peşkinin alameti. Tezhabine barisi siz ayal ta mudariyet harfi zahaba fiil ya faili nun peşkininki alameti. Tezhabane barisla sila ikkinla. Bu ta mudariyet harfi zahaba fiil alif faili nun peşkinin alameti. Tezhabna ta mudariyet harfi zahaba fiil nun faili. Ezhabu alif mudariyet harfi zahaba fiil faili yushurun ana takdirisi. Peşkinin alameti aşkara. Nezhabu nun mudariyet harfi zahaba fiil faili yushurun almash. Nima o? Nahnu. Peşkinin alameti aşkara deymiz. Xo'sh, savoqlashlar unda bo'lsa,
Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.